Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda Clash of Clans o'yinidagi bazani ko'rib chiqamiz. Menimcha Clash of Clansga qiziqadiganlar ko'p bo'lsa kerak, shunday deb o'ylayman. Bu o'yinga chet elda ham juda ko'p qiziqishadi. Shaxsan o'zimni klanimga qarasak, mana meni klanim. Mana bu avatar qaysi tildanligini bilmayman, lekin juda ham ko'p anavlari, mana ko'rib turganingizdek, mana Malikiya Arab, Maxni ham qaysiligini bilmayman. The Making o'zimizda O'zbekistondan. Men Meksiyokman. Shishab ham juda ham kuchli deb o'ylayman, chunki meni 100% urgan. Mana arablar yozishyapti. Boshqa narsalar biroz sevgi muhabbat ham ketgan deb o'ylayapman. Lekin hammasi yaxshi. Klanimizda 25 tadan ziyod odam bor. Klanda o'zi maksimal 50 ta odam bo'ladi, uncha ko'p emas. Ko'rib turganingizdek, klanim meni ba'zan unchalik ham kuchli emas. Men sizlar uchun albatta yangi baza ochib, noldan ko'tarishni o'rgataman. O'zim shunga harakat qilaman, lekin bu unchalik ham oson bo'lmaydi. Xullas, sizlarga shunday ko'rsataman. Bazani mana shu joydan agar mana xullas chief degan narsasini bossangiz, mana bu narsa kelib chiqadi. Meni rashamos 9. Xullas, biz birga qaytamiz. Xo'p, 4 3 2 mana 1. Boshlaganingizda sizda mana shunday bo'ladi. Sizga biroz o'rgatishlar. Mana sizda birinchi bu ochiladi, keyin 2 qilasiz. Keyin bu 1 soatlarda tayyor bo'ladi. Yo'q, 10 soniyada. Undan keyin sizga kuchaytirasiz va maxsus askar chiqaradiganingizni kuchaytirasiz va mana bular asosida tayyor bo'ladi. Mana bu narsa chiqadi. Bu tepadan Archon Tower, bu tepadan uradigan bo'ladi. Daraxt, ya'ni devor kuchayadi. Keyin ratshangizni 3 qilasiz. 3 qilganingizda sizda klanlar ochiladi. Klanlar bilan nima bo'ladi? Clan Wars, ya'ni klanlar jangi qo'shishingiz mumkin. Laboratoriyada odamlaringizni kuchaytirasiz. Bu bombali devorni sindirib beradi. Bu mortar himoya uchun, bomba ham himoya uchun. Keyin esa Town Hall 4, ya'ni Russia 4 da sizlarda ikkinchi baza ochiladi va bu ochiladi. Keyin esa bu havodan hujum qiladi. Bu havodan hujum qiladigan, uradigan, bu odamni otib yuboradi. O'zlaringiz asosida ko'rasizlar. Sizda Russia 5 bo'lgandan keyin Wizard ochiladi. Sizda eliksirlar chiqaradigan ochiladi va sizda eliksir, birinchi chamoq eliksiri bu ochiladi va havodagi kelayotgan bomba bilan urish ochiladi. Keyingisida sizda mana bu ochiladi. Bu klanlar bilan anov bo'ladi. Osmon vodiysi sizlarga ko'rsataman mana. Mana bunday joy chiqadi. Tepaga chiqqanlaringiz desa mana bunday joy. Bu klaningizda bo'ladi. Yana sizlarga ko'rsatadigan narsam mana. Xo'p, yana nima ko'rsatmoqchi edim? Russia keyin bu narsa har bittani uni uchirib yuboradi, ya'ni osmondan kelayotganda bu ataka qilayotganingizda tashlasangiz sizni kuchaytiradi. Bu clan igri deyiladi. Clan games, ya'ni klanlar bilan o'yin o'ynaysizlar va sovg'alar bo'ladi. Bu sotib olish uchun. Bu malika esa jon to'ldiradi. Jon to'ldiruvchi. Hozir ko'rasizlar, menda level 4 mana. Ana shunday jon to'ldirib turadi. Bu ham jon to'ldiradigan eliksir. Bu ham mana shunday ishlarni bajaradi. Bu mega bomba deyiladi. Birdaniga bir nechta ularni yo'q qila oladi. Radiusi ham juda katta. Keyin Russia 7 ochiladi va bu mana bu ya'ni missiyalar va sizlarda qarollar uyi va sizlarda qirol ochiladi mana. Meni qirolim 20, sizlarda 1 bo'ladi. Xullas shunday. Keyin esa sizlarda ajdar ochiladi. Ajdarni kuchaytirib olishingiz kerak bo'ladi. Mana asosda ajdar. Xo'p, keyin sizlarda mana bu narsa ochiladi.
Mana boshida sizlarda mana bu bo'ladi. Mana undan keyin sizlarda ratchangiz 8 ga ko'tarsalaring 7 ni hali tugatganimiz yo'q. Va bu tezlashtiruvchi eliksir. Bu maxsus mana bu mana. Meniki hozir 4, sizlar 2 gacha kuchaytira olasizlar. Birdaniga 3 gacha. Mana shunday hujum qiladi. Va sizlarda birdaniga ochiladigan narsa bu mana bu. Ya'ni mana bu ochiladi va buni leveli sizlarda 1 bo'ladi. Mana bunday bossalaringiz mana bu narsalar bo'ladi. Birinchi mana bu bilan bu bo'ladi va bu bilan bu bo'ladi. Uni kuchaytirganingizdan keyin bu va mana bu ochiladi. Karol va koroleva uchun bu. Mana bu yer ham 1 bo'ladi. Keyin uni 2 ga ko'tarsalaringiz qirolichani, 3 ga ko'tarsalaringiz esa mana buni ochishingiz mumkin. Mana menda hozir 3 va bular ochilgan. Xo'p, mana bu yerni bossangiz, mana hujum qilish uning tepasini bossangiz, sizdan nechta turganini bu yerda qirol va qirolichani almashtirib olishingiz. Bu yerda klaningizda, ya'ni klan castle, ya'ni mana bu joy klan castle deyiladi va bu yerda qanaqa qaysi odamlar bor ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, ikkinchi joyimiz racha 4 ta ochiladi va bu yerda boshida juda ham kam narsalar bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana sizlar birinchi marta o'ynagan paytlaringizda rachangiz shu holda bo'ladi. Keyin bu mana bu uchalasi sizlarda bor bo'ladi va undan keyin sizlar uni racha 2 ga ko'tarasizlar va qolgan narsalar kuchaytirib boshlaysizlar, o'rnatasizlar. Mana bu odam uzoqqa o'tadigan, keyin rachani 3 qilasizlar, gigantni ochasizlar. Bu juda ham kuchli. Xo'p, mana buni kuchaytirish orqali hammasini ochsalaringiz bo'ladi hozir. Mana buni kuchaytirish orqali hammasini ochsalaringiz bo'ladi. Va undan keyin buni 3 qilgan paytlaringizda, xo'p, bu osmon uradigan, ya'ni osmondan hujum qilganda ursa bo'ladigan va bu juda ham kuchli bo'lgan, jonni juda ko'p oladigan maxsus sinovi va bolta debman, uzr, bomba. Undan keyin 4 qilsalaringiz bu devorlarni ham, boshqa narsalarni ham birdaniga urib ketadi. Atakasi juda ham ajoyib. Bu dragonchik osmondan hujum qiladi va clock tower, ya'ni vaqt anosi. Bu mana bunday ishlaydi. Mana shu boss free deganni free bossni bossangiz, sizlarda boshida 18 minut, 16 minut bo'ladi va 16 minut davomida bu sizni ustoyingizni va mana buni tezlashtiradi. Bunga qo'shib, xo'p, bu tezlashadi, juda ham tez harakat, juda ham tez bo'ladi. Bunlari xullas, bu yerda ataka qilish oddiy, ya'ni biron nimani kuchaytirish va yo'q qilish juda ham tezlashib ketadi buning yordamida. Bu esa karol sizlarda keyinroq ochiladi, ya'ni adashmasam, xo'p, mana sizlar buni ochasizlar. Bu sizni himoya vositangiz bo'ladi. Bundan askarlar chiqib sizlarni bazangizni himoya qilib turadi, lekin askarlar soni 2 ta. Bu havodan kelayotgan onini bomba yordamida portlatadigan maxsus qurol, air bombas deb nomlanadi. Bu esa mega bomba, mina ham deyiladi va town builder hall, ya'ni rachani 5 qilsangiz sizlarda karol ochiladi. Qo'shib ataka uchun bu ya'ni maxsus ataka formati ochiladi va multi mortara. Bu mortara birdaniga 3 ta bo'ladi boshida, kuchaytirsangiz 4 ta bo'ladi. Shu 4 taligicha qoladi. Xo'p, bu esa keyin 6, hozir meniki va sizlarda qorong'u zona ochiladi, otto ochiladi va sizlarda quruvchilaringiz 2 ta bo'ladi va bu ochiladi. Qo'shimchasiga bu ochiladi. Sizlarda mana bu askar turadigan formatingiz, bunda yana bitta qo'shiladi. Mana sizda 5 ta bo'ladi
va qolgani bu tarafda ham bitta bo'ladi. Mana bu tarafda bitta bo'ladi. Xullas, keyin hozir bizda urush ketyapti. Sizda ham xuddi shunday bo'ladi va sizda 5 ta hujum qilish imkoni bo'ladi. Agar siz bironta joyni birinchi marta yutsangiz, sizga oltin qilich beriladi va yana bir marta ataka qilish imkoniyati beriladi. Bu dushmanimizning bazasi. Biz hozir shu yerga ataka qilyapmiz. Mana ko'rganingizdek, detailsni bossangiz, kim ataka qilganlari ko'rsatiladi mana. Xo'p, mana bu men va meni atakam 6 marta ataka bo'lgan. Bu bizning bazamiz. Bazangiz boshida qanday bo'ladi bilmayman. Bu klaningizga qarab va bu asosiysi deyiladi va bu yerda barcha narsalaringiz saqlanadi mana. Sizni maxsus yashaydigan uyingizning tepasida nomi bo'ladi va boshida sizga mana bu va bu ochiq bo'ladi. Bulardan ham mana bu ochiq bo'ladi. Xullas, keyinchalik sizlar boshqa tomlarni sotib olishingiz mumkin. Bular xuddi mana shu tartibda kuchaytiriladi. Mana bunaqasiga bossangiz, mana bu yerda siz qancha qo'shishingiz kelib chiqadi va bu mana bu yerda mana. Buni qanday yig'ish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni boshqa klanlar bilan jang yoki o'zingizning uyingizda mana bu uch yordamida yig'sangiz bo'ladi. Xullas, shu bilan sizlarga barcha narsani tushuntirib bo'ldim, lekin men sizlarga qo'shimchasiga eliksirlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu eliksir sizni askarlaringizni 1 soatga kuchaytirib beradi. Bu eliksir esa sizni konlaringizni tezligini 1 kunga kuchaytirib beradi, bir necha barobarga. Xo'p. Bu sizni askar chiqaruvchi maxsus joyingizni, ya'ni askar chiqaradigan va eliksir chiqaradiganingizni 75% ga 1 soatga kuchaytiradi. Bu sizni quruvchilaringizni 1 soatga 10 barobar tezlashtirib beradi. Bu vaqt, ya'ni bu taraf uchun ishlaydigan, ya'ni qorong'u zona uchun ishlaydigan vaqt. Bu ham 30 minut ishlaydi bor yo'g'i. Ammo u bilan soatdagi bilan bir xil ishlaydi. Bu kitobga keladigan bo'lsak, bu kitob qirolni kuchaytirayotganingizda kerak bo'ladi, qirol va qirolichani. Bu ham o'sha zonaga tegishli. Keyinroq tushunib olasiz. Buni nimaligini o'zim ham bilmayman. Bu sizning eliksir, ya'ni insonlarni kuchaytirishingiz joyini tezlashtirib beradi. 24 darajaga tezlashtiradi 1 soatga deyapti. Xo'p, bu qirolni kuchaytirib beradi, oxirgi darajasigacha kuchaytirib beradi bu. Xullas, bu esa buning har bittasi bitta devorni kuchaytiradi. Bu kitob ham xuddi shunday. Bu kuchaytirmaydi, bu birdaniga vaqtni to'xtatadi. Birorta askarni kuchaytirayotganingizda. Bu kitob esa qirolni yoki qirolichani kuchaytirayotganingizda vaqtni bir marta ishlatish mumkin va birdaniga vaqtini to'liq to'xtatib beradi. Bu kuchaytirayotgan narsangizni xuddi shunday vaqtini to'liq to'xtatib beradi, 100% tugatib beradi. Ya'ni kuchaytirayotgan narsangiz buni yordamida bir martada kuchayadi. Keyingi kitob bu mana bu eliksirlarni birortasini kuchaytirayotgan bo'lsangiz, kuchaytirishni bosganingizdan keyin bundan foydalansangiz, uni kuchaytirishi shu zahoti yakunlanadi. Xullas, bular esa pullaringizni 100% ga to'ldirib beradigan maxsus narsalar. Bularni yig'ish unchalik ham qiyin emas. Uning uchun mana bu joyga, xabarlar va hujum qilishni tagidagi joyga kirasiz va sizlarda boshidan ana bunday narsa chiqadi. Bu ratsha 6 dan keyin chiqadi. Mana bu missiyalar, bularni bajarganingizdan keyin rewardsga kirsangiz, mana bu yerda sizlar narsalar qo'lga kiritishingiz mumkin. Sizlarga hozir ko'rsata olmas ekanman. Xullas, buni hozir agar siz Get Gold Pass sotib olsangiz, $3.25 sotib olsangiz, tepada turgan narsalarning hammasiga ega bo'lasiz. Bular ba'zilari sizni
bazangizda narsalarni kuchaytirib, ya'ni tezlashtirib beradi. Pex ham xuddi shunday narsa, xuddi shunday narsalarni olishingiz mumkin. Mana bu narsa how quickly donuts will cost only one game. Xo'p, ya'ni ataga qilgan paytingizda sizga game berishi mumkin agar adashmasam. Bu esa sizning bankingiz. Bu yerda sizga hamma narsa to'planib boradi. Pullaringiz to'planadi. Pul to'plangandan keyin oxirida pulingiz to'liq to'plangandan keyin butun boshli bir sezon ketgandan keyin, ya'ni 15 kundan keyin sezon ketar ekan. 15 kundan keyin mana shunda to'plangan hamma pul sizga taqdim etiladi. Xullas qolgan narsalar oddiy kerakli narsalar. Xullas shu bilan videomiz tugadi.